Bugungi kunda tadbirkorlardan quruvchilar, telefonfurushlar va hatto ba'zi tadbirkorlar, ya'ni pul kerak bo'lib qolgan tadbirkorlar halol savdo qilib qo'yaylik, ya'ni halol nasiya qilib qo'yaylik deb foydalanib kelishyapti. Ya'ni pulni ustiga pul qo'yib sotgan bo'ladi, faqat bitta tovarni aylantirib olishdi, o'zlarining tovarlarini yana o'zlari qaytib sotib olishdi. Mana shunday savdo turlari mumkin bo'lmagan nasiya savdoni turlariga kiradi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Nasiya savdoga oid rubrikamizni davom etamiz. Bugungi sonimizda biz sizlar bilan ayna savdosi haqida gaplashamiz. Bugungacha biz sizlar bilan nasiya savdoni 3 ta turi haqida gaplashdik. Haqiqiy nasiya savdo, taqsid savdo va murobaha savdo. Bu savdolar haqida batafsil biz o'tgan videolarimizda aytib o'tganmiz. Bemalol sahifamizga kirib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Bugun biz 4-si, ya'ni ayna savdosi haqida gaplashamiz. Ayna savdosini, ya'ni ayna so'zining ma'nosi bu nima? Arabcha so'zdan olingan bo'lib, ya'ni ayna bu qarz berish yoki bir narsani berib, o'sha narsani o'zini qaytib olish yoki tovar yoki predmetni o'zini, ya'ni ayn shu narsani o'zini bildiradigan ma'nolarni ifodalaydi. Va buni biz bugungi kunda juda ham ko'p hayotimizda ko'ryapmiz, lekin uni ayna ekanligini bilmayapmiz. Bugungi kunda tadbirkorlardan quruvchilar, telefonfurushlar va hatto ba'zi tadbirkorlar, ya'ni pul kerak bo'lib qolgan tadbirkorlar halol savdo qilib qo'yaylik, ya'ni halol nasiya qilib qo'yaylik deb foydalanib kelishyapti. Ayna savdo nasiya savdoni mumkin bo'lmagan turlaridan hisoblanadi. Biz o'tgan sonlarimizda mumkin bo'lgan 3 ta tur haqida gaplashgandik. Nasiya savdo, taqsid savdo, murobaha savdo. Va bularning uchalasi mumkin, lekin ba'zi shartlar qo'shilib qolsa mumkin bo'lmasga aylanib qolardi. Lekin ayna savdosi har qanday shartlar bo'lsin, mumkin bo'lmaganligicha qolib ketadi. Xo'p, ayna savdoni men sizlarga oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Ana undan keyin bugungi kunda quruvchilar yoki telefonfurushlar yoki ba'zi pul kerak bo'lib qolgan halol savdo, halol nasiya qilib qo'yamiz degan tadbirkorlar misolida keltirib berishga harakat qilaman. Demak, Alijon bilan G'anijonni misolida gaplashamiz. Alijonga 10 million so'm pul kerak bo'lib qoldi va borib do'sti G'anijondan iltimos qildi 10 million so'm pul berib turishligini. G'anijon esa puli aylanmada ekanligini, unga bugun pul bera olmasligini aytdi. Shunda Alijon unga iltimos qilganida, G'anijon bo'lmasam biz shuni halol nasiya qilib qo'yaylik, ya'ni halollab qo'yaylik deb Alijonga bir yaxshi taklif berdi. U taklifi quyidagicha edi. Uni qo'lida bir telefoni bor edi. Uni telefonining bugungi kunda bozor narxi 10 million so'm edi. O'sha 10 million so'mning telefonini G'anijon Alijonga 15 million so'mga muddatiy to'lovga yoki nasiya savdo yoki taqsid savdo qilib sotadi. Alijon esa uni muddat to'lovga sotib oladi va unga u telefon o'tadi. O'tgandan keyin aynan o'sha telefonni keyin Alijon G'anijonga naqd pulga 10 million so'mga sotadi. Shunda G'anijonda yana o'zini telefoni qaytib o'tadi-da va G'anijonga 10 million so'mni beradi-da, Alijon undan 15 million so'm qarz bo'ladi. Chunki bular birinchi savdoda yo nasiya savdo qilib, yo taqsid savdo qilib shartnomani yakunlagandan so'ng Alijon 10 million qiymatga ega bo'lgan G'anijonni telefonini 15 million so'mga sotib olib, telefon endi Alijonniki, Alijon esa 15 million so'm endi G'anijondan qarz bo'lgan holatida o'sha 10 million so'mning telefonni endi naqdga G'anijonga sotadi. G'anijon o'sha o'zini telefonini birinchi savdoda muddatiy to'lov qilib sotgan telefonni endi naqd savdo qilib, ayni o'sha telefonni Alijondan 10 million so'mga naqdga sotib oladi va 10 million so'm pulni beradi-da va Alijon 10 million so'mni olib o'zining ehtiyojlariga ishlatadi. Natijada G'anijon Alijonga 10 million so'm pulning ustiga 5 million so'm foyda qo'yib sotgan hisoblanadi. Ya'ni pulning ustiga pul qo'yib sotgan bo'ladi, faqat bitta tovarni aylantirib olishdi, o'zlarining tovarlarini yana o'zlari qaytib sotib olishdi. Mana shunday savdo turlari mumkin bo'lmagan nasiya savdoni turlariga kiradi. Endi biz yana ham misol keltirishlik uchun quruvchilardan misol keltiramiz. Bugungi kunda xabarlaring bor, quruvchilar juda ham ko'p jadal qurilish sohasiga, ya'ni juda ko'pchilik tadbirkorlar qurilish sohasiga kirib boryapti. Va qurarkan o'zida pul yetmay qolgan taqdirda mashina furushlarga murojaat qilib yoki puli bor odamlarga murojaat qilib, ulardan biror bir mahsulotni muddatiy to'lovga sotib olishyapti-da go'yo. Keyin uni naqdga qaytadan ularni o'zlariga sotishyapti va naqd pulni olib, o'zlarining qurilishlarga ishlatib, naqd pul ustiga qo'yilgan foydani
o'sha kelishilgan muddatda yo nasiya savdo qilib yoki taksit savdo qilib qaytarib berishyapti. Bugun juda ko'p uchayapti. Yoki muddatiy to'lovga ishlaydigan ko'p tadbirkorlar ham xuddi shunday ishni amalga oshirib kelishyapti. Chunki muddatiy to'lovga ishlaydigan tadbirkorlar yoki quruvchilarga juda ham to'xtovsiz investitsiya kerak bo'lganligi uchun mana shunday savdo turlariga qo'l urishyapti. O'zi bunday savdo turlari ham sotuvchiga ham oluvchiga juda kafolatlangan foydani belgilab qo'yganligi uchun qulay bo'lib, biz halollab olyapmiz-ku, halol savdo bo'lyapti-ku deb bemalol o'ylanmasdan, kelinmasdan qilishyapti. Lekin bilmaydilarki, bu ayna savdosiga kirib, joiz bo'lmagan, ya'ni mumkin bo'lmagan savdo turlaridan, nasiya savdoni turlaridan hisoblanadi. Yuqoridagi nasiya savdo turlari haqida sizda qandaydir savollar bo'lsa, izohlar yozib qoldiring, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.